Ko'p hollarda eko inspektorlar tomonidan qo'llanilgan jarimalar fuqarolarning e'tiroziga sabab bo'ladi. Hozirgi jarima esa ayni o'rnida bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin, biz Uchtepa tumanidamiz. Belgilanmagan joyga, ya'ni ostanovka, avtobus to'xtash bekatiga chiqindilar tashlab ketilgan. Boshida musorlar chiqarilgandi biz tomonidan. Inspektorlar kelib so'rashganda boshida tan olmadim, lekin oxiri baribir inspektorlar kameralarni ko'tarib biz tomonidan chiqarilganligini isbotlab berishdi. Yo, o'zingizni bu qilgan ishingiz to'g'ri deb o'ylaysizmi? Qarang, avtobus to'xtash bekati, qancha odamlar bor, nechta odamlar bu yerda o'tib qaytadi. Ko'rgan odam dili xira bo'ladi-da baribir. Yo'q, to'g'ri qilgan ishimiz noto'g'ri. Boshqalagan. Nima sababdan o'zi bu yerga tashib ketdingiz? Endi to'g'risi biz bilmaganmiz, qo'ni-qo'shnilarimiz ham tashlashganligiga, shu hafta biz ham tashlasa bo'lsa kerak deb tashlab ketganmiz. Bu yaqin atrofda chiqindi, maxsus chiqindi tashlaydigan shoxobchalar bormi? Bor. O'tkavor tashishga eringansiz. Eringan. Endi ozgina odam zahirda erinib qolganmiz. Maxsus transportga doim tashlash uchun musorkalar bor. Shu bilan shartnoma qilib, qonuniy ishlashlarini so'rab qolaman hammadan. Inspektorlarga chalg'itish, aldash mumkinmikan? Yo'q. Aldash foydasi yo'q. Hamma joyda kameralar bor. Baribir kameralar ko'tarilib, bu narsa topib olinadi. To'g'ri va yaxshi xulosa chiqardingizmi? Albatta. Uchtepa tumani eko inspektorlarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Holat hozirning o'zidayoq bartaraf etildi. Ko'rishinglar mumkin.